Mana shu kamerani ko'tarib kelasiz, yaxshi bir manzaralarni topasizda. O'rnatsangiz mana shu holatlar yoki kuyib ketadi. Fon kuyib ketganligi uchun fonni yaxshilayman desangiz o'zingiz qorayib ketasiz. Ishqil mana shunaqa muammolarda operatorlar juda ham ko'p qiynaladi. VND filtr bilan moslab olsam bo'ladi desangiz, lenzada shishalar soni ko'paygan sari tasvir sifati pasayadi. Fonni yaxshilab bo'lgandan keyin normal holatga keltiraman desangiz, bitta chiroq ham ko'tarib yurishingizga to'g'ri keladi. Yo bo'lmasa quyosh chiqishi yoki quyosh botish arafasini kutish kerak bo'ladi. Bir dunyo muammolar, to'g'rimi? Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Shuncha katta byudjetga ega bo'lgan shuncha olimlari bor. Sony, Canon, Panasonic yoki Nikon brendlari bu muammolarni bilmaydi o'ylaysizmi? Juda yaxshi biladi. Xo'p, lekin shu bilan birgalikda insonni o'ziga ham, ya'ni qo'lda boshqarsin, tushunib boshqarsin degan ma'noda imkoniyat berib qo'ygan. Aslida professional kameralarni mana bu smartfonlardan farqi ham shunda. Ya'ni siz qachonki mana shu kamerani ichidan, tomiridan tushuna olasiz, keyin yaxshi natija ola olasiz. Bo'lmasa boshingizni ortmasdan smartfon bilan olganingiz ming marta yaxshi bo'lib qoladi. Chunki smartfon smart bo'lganligi uchun siz o'rningizga juda ham ko'p ishlarni amalga oshiradi, lekin natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. Endi bugundan boshlab, ya'ni vaqtim yetganicha, imkoniyatim yetganicha mana shu kamerani qo'lda boshqarish masalasi bo'yicha shu tomiridan sizga chiroyli qilib tushuntirib beraman. Agar operator, videograf yoki bir fotograf bo'ladigan bo'lsangiz, sizda va mana shunday og'riqli masalalaringiz bo'lsa, kuzatib boring yoki yaqinlaringiz bilan ulashing. Aynan mana shu masalalarda qiynalib yurgan insonlar bo'lsa, xudo xolasa chiroyli yechimlar olasiz.